Siz uchun mana qarang. Lesh zo'rini olib kelib qo'ydik. Qaranglar, maza qilib yuboradigan joyi. Realinniy leshimizni toza Rossiyaniki, kattaligini ko'ryapsizlarmi? Endi buni yog'liqqina, go'shtligini deydi. Bundan yaxshisini sizlar uchun topa olmadik. Hozir bitta kesib ko'ramiz. Mana buni qaranglar. Nima deyapti u sizlarga? Ikkrasini ko'ryapsizlarmi? Sifati ham, o'zi ham zo'r chiqadigan. Bismillahirrohmanirrohim. Ikkrasini o'zi bartala chiqyapti. Ikkrasini o'zini shunday yesanglar. Bismillah. Zaf shunaqa leshlarni zo'rini olmoqchi bo'lsanglar, ko'ryapsizlar, katta go'shtlarigacha tuzlari o'tgan, maza qilib yeydigan balig'imizni. Hammalarni yaxshi ko'ramiz. Beshak aka bozor 36-do'kon. Bunaqa muzday mahatda ular bilan